Mana bu metan o'rnatayotgan Kia Sonet mashinamiz. Blok upravleniyasi Avans Dual Jet 48 ga 4. 4 silindr 8 injektorli bo'lgani uchun bularga aynan mana shu blok upravleniyadan o'rnatish kerak bo'ladi. Metan reduktorimiz esa Action firmasiga tegishli bo'lgan X original blok reduktorimiz bo'ladi. Injektorimiz esa Real Italiya firmasiga tegishli bo'lgan original injektorimiz. Bu mashinamizga boya aytib o'tganimizdek, metan gaz balloni o'rnatamiz. 90 litrlik metan gaz ballonni hali tayyor bo'lgan jarayonlarni yana bir ko'rsatib o'tamiz. Endi esa propan o'rnatilayotgan mashinamizga navbat. Mana bu esa propan o'rnatayotgan Kia Sonet mashinamiz. Bunga ham xuddi shunday blok upravleniyasi bo'yayotganimizdek Avans Dual Jet 48 ga 4 blok upravleniya bo'ladi. Reduktor esa AT09 Nordic Italiyada ishlab chiqarilgan. Injektorimiz esa bir xil Real italyanskiy original injektor. Bu mashinani ham tayyor bo'lgan holatlarini har birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ikkala mashinani ham metan ham propanda holatlarini.